Assalomu alaykum og'aylar, mana bu qaranglar. Qo'ygan ish. Bugun o'zganda qilgan ishimiz. Mana klapan tortdik. Xudo xolisa klapanlarni o'ta bo'sh qilib yuborgan ekan. Klapanlar tortildi, karburator обновление bo'ldi, расход qisgan ekan kimdir. Avtomatda mototsikllar, hali Ural mototsikillar bo'lardi bo'lin. Ashi mototsiklni motoriga, karburatorga qo'yadigan razmerdagi jigullarni qo'yib qo'yibdi. Qaranglar, polvon молодец. Avtomatga qo'yib qo'yibdi shuni. Moshina, конечно, og'ir yuradi. Naborot расход ko'payadi unda. O'g'aylar, mana hozir menga как положено avtomatni o'ziniki qo'yib terildi. Klapanlar tortdik. 20 ga 15 qilib tortdim. Yo'q, 20 ga 20 qilib tortdim. Zajiganga qo'ydik, xudo xolisa mana ishlashlar og'aylar, mana bu qaranglar. Tatalayman deyapti. Tatalayman. Hozir расходini o'lchaymiz, ko'ramiz necha bo'lar ekan. Переделка emas, o'zini remont qildi. Hozir расходini ko'ramiz. Mana og'aylar 100 gram benzin. 100 gram benzin. Hozir o'lchaymiz, speedometrni 0 qilib qo'ydik. Egasiga bitta video qilib qo'y deb. Avtomat korobka hozir ko'ramiz nechta ichar ekan. Ash pastga o'zganda ketyapmiz mana, tortishlari chotki tortyapti, skorslar vaqtida almashyapti mana. Hozir ko'ramiz расход nechiga yetar ekan shu 100 gram benzinimiz. Yetib keldim og'aylar, mana 1 kilometr 800 turibdi. Hozir ko'ramiz baklashkada qancha benzin qoldi ekan. Mana shu benzin oshib qolgan benzin. Og'aylar, mana shu 100 ga 6 ta ishdi mana. 100 ga 6 ishdi mashina. Mana shu avtomat korobka, tortishlar, skors almashlar hamma yo'g'i zo'r. Xudo xolisa qanddek.